yangi formatda boshlashimizni birinchi ilk mehmoni. Bugungi suhbatda hozirgi holatimdan kelib chiqib, fikrimni bildirishga harakat qilaman. Oilamizda sartaroshlik bo'lmagan. Sartaroshchilikni ko'pchilik qatori bir oddiy tushunardi. Bitta odamni ko'rganingizdan keyin o'sha sohaga baribir qiziqish ortarganda ko'p holat. 2,5 oyda ishga tushib ketganman. Ustozim aytgan, baribir oddiy joydan boshlaydi degan. Keyin o'sha ishxonada zerikish boshlangan. Mana 7 ta 8 ta bo'lsa eng kuchsizi men edim-da. Bundan keyingi nima qilishligiga maqsadsizlik shuna holatga tushiradi. Shuna. Mana shu bola bo'ladigan bola, mana shu boladan chiqadi. Dangasroq bo'lsa, masalan, uyquchiroq bo'lsa, vaqtida yurmasa ham, lekin sartaroshlikda qobiliyati bo'lsa, o'sha bolalarni ushab turganlar-da endi. Assalomu alaykum hammaga. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, xush kelibsizlar. Hammalarni ko'rganimizdan xursandmiz. Charchamasdan yaxshi kelib oldinglarmi? Xudo xohlasa bu YouTube'dagi xabaringlar bor. Qilayotgan suhbatlarimizni endi bunaqa jonli sizlar bilan birgalikda o'tkazishni niyat qilgan edik. Yangi formatda boshlashimizni birinchi ilk mehmoni Dilmurod Alloyorov, hammanglar taniysizlar. Xudo xohlasa Dilmurod bilan bo'ladigan bugungi suhbatimiz xudo xohlasa juda ham foydali, qiziqarli, manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Uni boshladik. Yangi formatda Dilmurod, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Taklif qilganimizga yo'q demasdan keldingiz. Katta rahmat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Yangi format qilib chaqirganinglar uchun avvalambor shu ko'rsatuvga chaqirganinglar uchun kattakon rahmat sizga. Xudo xolasa endi qo'ldan kelgancha bugun foydali shu ko'rsatuv bo'lishligi uchun chiroyli suhbat qilib, o'zimga qanaqadir bir bolalardan qanaqa savollar bo'lsa, imkon qadar bir hamkasb sifatida sohadan chiqmagan holatda bir foydam tegsa xursandman, xudo xolasa. An'anaga binoan bir Dilmurod bilan birga yaqindan bir tanishdik. Shu necha yil nima, siz o'zingizni bir yaxshilab tanishtirsangiz. Bugungi suhbatda hozirgi holatimdan kelib chiqib, hozirgi tajribam, hozirgi Alloh menga bergan shu aql nima bo'lsa, shu holatdan kelib chiqqan holatda fikrimni bildirishga harakat qilaman. Chunki oxirgi vaqtlarda shunaqa bo'ldiki, zamon o'syapti, rivojlanishga harakat qilyapmiz. Borgan sari xato kamchiliklarimizni ham bilib boryapmiz-da. Hozirgi holatimda ham ba'zi qachondir 1 yildan keyin balkim qaysidir gaplarimda kamchiliklar, xatoliklar bo'lishi mumkin-da bugungi suhbatda. Chunki avvalgi fikrlarimni 1 yil, 1,5 yil oldingi fikrlarimni qarasam, qayerdadir xatoliklar baribir bo'lgan. Baribir o'quvchilarga o'zimni fikrimni berganimda, boshqa qilganimda, shuning uchun oldindan uzr so'rayman. Barberlar ham qolgan sartaroshlar ham buni kuzatadi. Qayerdadir qanaqadir kamchilik gaplar, noto'g'ri fikrlar bo'ladigan bo'lsa, biz ham insonmiz. Biz ham murdalar adashadi deydi. Kamchilik bo'ladi baribir. O'shanga rozi bo'lasizlar, oldindan aytib qo'ying. Bugungi suhbatda qanaqadir kimnidir mabodo yuragiga noto'g'ri tegib qo'yadigan gaplar bo'lsa deb oldindan aytib qo'yaman. Sohada umumiy hozirgi kunda yaqinda xudo xolasa mana shu aprelda 15 yil bo'lar ekan bu sohaga kirganimga. Oilamizda sartaroshlik bo'lmagan shu vaqtgacha. Bizning oilada asosan shu dodam, katta adamlarning adalari ham oshpaz bo'lganlar, kattani to'ylarda osh qiladigan oshpaz bo'lganlar. Amaqim ham ko'pchilik biladi, shu amaqim ham oshpazlikda ishlaganlar, 50 xizmatida. Endi adamlar ko'p yetardilar yoshlikdan. Shu oshpazlikni baribir hech kim olmayapti, nevaralarda. Sen naq qilgan hunarli bo'lishing kerak deb o'z yoshlikdan yetardilar. Keyin sartaroshchilikni ham ko'p yetardilar odamlar. Lekin bilmadim, sohamizni bu darajada balkim rivojlanmagani uchun o'sha vaqtlarda yoki medialar bo'lmagani uchundir, sartaroshchilikni ko'pchilik qatori bir oddiy tushunardim. Qanaqadir shunaqa egolar bor paytda 8-9 sinflarda sartaroshchilik deganda men endi oq xalat, oddiy bir xalqimiz o'ylaydigan fikrdagi bir tomondan qanaqadir sartarosh bo'lamanmi,
degan padlo'roq ish bo'lgan men uchun. Lekin nima qachondan qiziqish ortgan? Bitta odamni ko'rganingizdan keyin o'sha sohaga baribir qiziqish ortarganda ko'p holatda. Mana o'sha kim o'sha birinchi ustozimni o'sha vaqtda aytishganda, menga ta'rif berishganda, mana shunaqa yaxshi master, shunaqa yaxshi odamlar, artistlar o'sha vaqtda artistlarning sochini olish, taniqli mashhur odamlar sochini olish biz uchun apshay bo'lardi. Uni topish tutish pullarini aytishgan. Hamma qatori endi baribir yosh bo'lganmiz, puli qiziq bo'ladi va boshda-da. Ani qiziqib qolib, tush ko'rib, sartarosh bo'lib ketmaganman. Sartaroshlikdan oldin ham men o'zi o'qishni niyat qilardim. Alhamdulillah yaxshi o'qiganman o'zi anaqada. Kollej o'zim xohlagan litseyga kira olmagandan keyin o'qishga bo'lgan anaqa tushib ketib qolgan. Oddiy kollejga kirgandan keyin uje o'qishlar tugagan, institutga qattiq harakat qilganman, kira olmaganman. Kira olmagandan keyin uje endi oilaviy sharoit uje otamlarni, uylarni oldinligiga, yonligiga kirmasam bo'lmaydigan har xil ishlarda ishlab ko'rganman sartaroshlikdan oldin. Oshpazlik, amaqim yo'llarda ham yurganman, 1 yil, 1,5 yil to'ylarda oshga chiqardik. Keyin amaqim Rossiyaga ketib qolganlarida svarkachilik, temirchilik, keyin gamburgerlarda ishlaganman, ko'p ishlar qilib ko'rganman-da. U ishlarning hammasini neto anaqasini ko'rganman-da. Masalan, oshpazchilikda men zo'r oshpaz bo'lib ketsam ham kechasi uyqu bo'lmas ekan deganman, masalan, o'ylaganman-da. Keyin hop mana ish qilsam gamburger, mamnaqa svarkachilikda zaychik ushab ko'zlam anaqa bo'lgan, ko'p jarohatli bo'lgan. Birdan o'sha sartaroshlik o'sha momentlarda eshitganman ustozimni, keyin akamni bitta do'stlari shogird bo'lgan ekan ustozimga aytishgan shunaqa. Pulli davr edi men o'rgangan vaqtda. 2,5 oyda ishga tushib ketganman. 2,5 oyda. Endi zo'r soch ola olmasdim, u o'sha ishla olardim-da. Shunaqa holat bo'lgan. Keyin shu oddiy sartaroshxonada ish boshlaganman. Biz vaqtda 6,000 so'mga soch olardim. Birinchi 5,000, 6,000 edi. Endi men sartaroshlikni boshlaganimda ustozlarga havas qilib boshlaganman. Niyat o'sha ustozlarga o'xshash bo'lganda, yaxshi, zo'r joylarda ishlash bo'lgan. Ustozim aytgan, "Ba'zi oddiy joydan boshla" deganlar. Oddiy joydan boshlaganmiz. Keyin o'sha 1,5 yil, 1 yil o'tda ishlagandan keyin o'sha maqsad bor, o'sha ustozda menda bitta primer u vaqtda bitta o'sha ustoz bo'lardi, bo'l. Men shu ustozimga o'xshashim kerak. Shu odam keyin esimda, lekin o'sha vaqtda ham o'sha Tamo Style bilardim. Shogirdlik vaqtimda ham eshitganman Tamo Style va u vaqtda eng pik darajada bo'lgan. Unda sizlar yangi o'sha ish boshlagan, endi sizlar Tamoni o'sha ko'tarilib chiqayotgan vaqt edi. Biz uchun ochib aytaman, haligacha bemalol bu joyda aytaman, kim so'rasa Tamoda ishlashlik orzu bo'lgan menga. Tamo Style'da o'sha jamoa o'sha eshitganmiz tashqaridan. Bu vaqtda internetlar bunaqa bo'lmasdi. Orzu bo'lgan, o'sha qanaqa qilib o'tga borish, lekin bilmas edim. Qanaqa qilib kirish, nima qilish. Endi meni nazarimda yaxshi o'rganib turib, keyin bir borarman, pul yig'ib deganman, lekin 1 yil davomida zo'rg'a o'zimga yetkazadigan darajaga chiqqanman. Pulim bugun topgan pulim bugun ish yaxshi bo'lsa, ertaga ish bo'lmasa, bir-birini qoplab, zo'rg'a o'zim eplab yuraman. Keyin o'sha ishxonada zerikish boshlangan. Ko'pchilikdan bo'ladi-yu. Keyin o'sha sekin 1 yildan keyin shu taqdir taqozosi bilan borganman Tamo Style'ga. 2012-yil yozda malaka oshirishga tushib, o'tgan safar bir ma'ruf etdi-yu, kirish qiyin bo'lardi. Nasib qilib qolib kirganmiz. Akalarga ishga olib qo'yganlar, balkim qanaqadir tomonimizni ko'rgandirlar o'sha vaqtda. Ustozlar bari bilishadi. Shu o'tda siz ustozlik qilgansiz, ko'p narsa o'rganganmiz. Haligacha ham baribir katta ustozlar ham, boshqa sohada ham ustozlar aytishadi, baribir primer bo'lish kerak odam. Bitta primeri kimga havas qilasan, kimga qarab ketyapsan deganda baribir spiskada har doim turasiz bizada siz. Primer bo'lib bosh qilib 2012-yil borgan bo'lsak,
12dan 13-14 gacha kuchli ishlashlik bo'lgan. Ya'ni o'zim ustida doim ishlab harakat qilib, nimagaki men qiynalganman ozgina. Jamoa oxirgi pakelena bo'lardi-yu, u yerda shogirdlar. Oxirgi pakelenaga ilinganman-da, menda ma'riflar qolgan, men hammasi zohidlarcha uje bu yo'nalishni chumo bo'lgan-da. Flirovkada to'g'ri olishlik bu yo'nalishni. Ama hali endi anaqa qilyapman bu yo'nalishni. Shu ularga yetib olguncha ular bilan xullas bitta tilda gaplashish uchun. Ha, mana 7 ta 8 ta bo'lsa eng kuchsizi men edim-da. Bilaman, o'zim tan olaman. U vaqtda tan olmasdirman, balkim hozir o'ylayman. O'sha narsa menga foyda bo'lgan ekan aslida. Atrofimda 5-6 ta kak bitta zalda, bitta joyda ishlaydigan anaqalar mendan kuchliroq edi. Men ularga yetib olishga harakat bo'lgan. Qattiq harakat bo'lgan. 1 yil, 1,5 yil katta o'sish bo'lgan menda. Haligacha aytaman, Tamo style tramplin bo'lgan. Qaysidir urvingacha men. Hozir ham ko'p shogirdlarga masalan aytaman, so'rasa, nima qilay, joy almashtiray, nima qilay. Joy almashtirmoqchi bo'lsang, birinchi o'rinda ana bular meni kuchliroq deb nima qilay deydi bir xil, ana bular bu yoqda ishlay olaman. Bor ishla. Kuchlilar bilan ishlash kerak deyman-da. Haligacha shu fikrimdaman. Jamoaga o'zini otish kerak, kuchli jamoaga. Men shu fikirdaman. Hamma shogirdlarimga masalan shuni tashqaridan kelgan savolga shunaqa javob beraman har bir. Oradagi 2014 gacha yaxshi o'sish bo'lgan. Men endi analiz qilaman-da. 2014, 15, 16, 17 da qotishlik bo'lgan menda. To'xtashlik o'sha. Hammada bo'ladi-ku. Boshqa ish, boshqani ishi chiroyli ko'rinadi, boshqa shunaqa period bo'lgan menda va u periodda boshqa ishlarni ham qilib ko'rganman. Optimga chiqqanman, chunki bitta og'aynim, do'stim, yaqin do'stim bozorda ishlardi. Uni ishi baribir menga qanaqadir qiziq tuyulardi-da. Qilib ko'rmagansiz. Endi mana hozir shunaqa holatda yurgan bolalar ham bo'lishi mumkin. Mana hozir shu joyda mana bugungi tajribamdan kelib chiqib aytaman do'st, o'sha paytda nima bo'lgani uchun shunaqa holatga tushgansiz deb o'ylaysiz? Maqsad yo'q. Maqsad bo'lmagan. Maqsad mana bilsanglar institutga harakat qilayotgan talabalar bizda ko'p eshitamiz u intervyularda, podkastlarda. Talaba institutga harakat qilayotgan jarayonda eng zver bo'ladi. Institut kirgandan keyin negadir tushib ketib qoladi. Menda meni anaqam tamoga kirishlik bo'lgan birinchi maqsad. Ikkinchi maqsad chunki tamo eng zo'r salon edi o'sha vaqtda. Hozir ham o'zining anaqasiga ega. O'sha davrda shunaqa jamoa edi-da Tamosda. Va o'tga kirish orzu bo'lganmi? Maqsad erishdim maqsadimga. Endi u yoqqa kirdim, o'tda jon saqlab qolish meni ikkinchi maqsadim bo'lganda. Chunki ularning bittasiga aylanish meni maqsadim bo'lganda. Sizlarga havas qilardim, ko'p Eldor akamlar juda ham ko'p hozir medialarda ular yo'q, lekin to'g'ri mediada bo'lishmasa ham hali-haligacha masalan juda kuchli masterlar bor-da. Shunaqa. Hech kim tanimasa ham masalan ko'p. Juda ko'p. O'shalarni o'sha yerda ma'rifatni yaxshi o'zing usting ishlamasang bo'lib ketarding. O'sha ketmaslik uchun va o'sha bitta jamoani bitta a'zosiga aylanishlik uchun harakat bo'lganda va qaysidir ma'noda o'sha bitta etapga yetib keldik. Akmal aka bizga ishonch berdi va biz haqiqatda Akmal akaning ishonchiga kirib o'sha bitta jamoa anaqa egasi a'zosiga aylandik. Ana o'shandan keyingi maqsadda bo'lmagan ekan-da menda. Keyin endi nima qilaman? O'sha komfort zona, bir xillik. Mana hozirgidek masalan bir dam olib, hobbilar, nimadirlar keyin bildik bu narsalarni. Bunaqa narsalar umuman bunday olib qarasam bo'lmaganda. Ish pul topish mana shunaqa bo'lgan. Shu sabab deb o'ylayman asosiysi. Endi boshqa sabablar ham bor. Baribir odam o'zidagi bor ne'matni bila olmaslik, bu ilmsizlikda hammasi. Ustozlar naqasi kerak bo'ladi deb o'tdi o'sha. Demak, mana shu holatga tushish uchun bundan keyingi nima qilishligi maqsadsizlik shuna holatga tushiradi. Shuna. Endi bundan chiqish uchun nimalar qilish kerak? Do'stlar, sizlarga ajoyib e'lonimiz bor. Biz YouTube'dagi suhbatimizni formatini o'zgartirdik. Endi suhbatlarni
nafaqat ekran orqali ko'rish, balki jonli qatnashish imkoniyati bor. Bu uchrashuv kimlar uchun? O'z ustida tinimsiz ishlaydiganlar va professionallar bilan bir davrada o'tirishni xohlaydiganlar uchun. Bu uchrashuvdan siz nimalar olasiz? Kuchli ustozlar bilan yuzma-yuz muloqot va YouTube kanalimizda chiqmaydigan juda ham qiziqarli suhbatlarni eshitish. O'zingiz kabi intiluvchan hamkasblar bilan yaqindan tanishish, ya'ni networking va suhbatimizni qiziqarli jarayonlariga to'g'ridan-to'g'ri guvoh bo'lasiz. Suhbatimizda jonli qatnashish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Suhbatimizni yangicha jonli formatida ko'rishguncha. Chunki rosa ko'p ko'ryapman-da bugungi kunda. Mana oddiy misol, boya aytdingiz-ku. Nima qilib bo'lsa ham, men misol uchun o'tga ishga kirish jarayonida mashqqa kirsam zo'r pul topaman deb kirmagan, shu jamoani a'zosiga aylanish. Mana yaqinda bo'layotgan voqea Nurmuhammad bilan shu ishga qabul qilamiz deb e'lon qilindi, boshqa qilindi. O'shanda bir Nurmuhammad 40 tachami qo'ng'iroq kelamiz degan. Undan ko'p qo'ng'iroq bo'ldi-yu, lekin 40 tacha odam bo'ldi, boramiz degan bitta kunni belgiladik shu. U 40 taga yaqin odamdan necha kishi kelishdi? Bir 20 kishiga yaqin. 20 kishi ham bo'lmadi shekilli. Keyin undan keyin bo'ldi ishlaymiz deb ishga qabul qilamiz deganimizdan tashqari bo'ldi biz ishlaymiz deganlardan yana nechtadir qoldi. Kam 10 tacha chiqdimi, chiqmadi? 10 tacha chiqmadi. Undan keyin yana bir kun, 2 kun o'tdi. Men boshida aytdim, o'zi bitta, ikkita bolani aytdim-da. Mana shu bolalarni men bilmayman. O'zi eskidan Azamat akam ham shu yerdanmidilar. Azamat akam shu yerdanmilar. Biz ustozlarda Azamat akam bilan ko'p salom alaykum. Ko'p gaplashganmiz. Biz ham shu boya aytganingiz ustozlarimiz bo'lmasam minglab sartaroshlar bilan birga ishladik-ku mana siz o'zingiz bilan birgalikda. Minglab sartaroshlarni ko'rganmiz. Ayniqsa Azamat akam bilan ko'proq ko'rdik-da. Shu paytda ustozlarimiz bilishardi, mana shu bola bo'ladigan bola, mana shu boladan chiqadi deb o'shani qarab, o'sha kerakli narsalarni agar dangasaroq bo'lsa, misol uyquchiroq bo'lsa, vaqtida yurmasa ham, lekin sartaroshlikda qobiliyati bo'lsa, o'sha bolalarni ushab turganlar-da endi. O'sha boladan bir narsa chiqishini oldindan ustozlar qanaqadir endi tajribaligidan kelib chiqsa kerak bu narsa bilganlar. Azamat akam, men doim endi shu ustozlarga qattiq havas qilganman-da. O'zimizni ustozlarga qattiq havas qilib, ularga faqat shu yaxshi taraflari, shu boya aytganingiz yaxshi taraflari, shularga o'xshashga, sohasida o'zini tutishi bor, boshqa bor. Havas qilganimda qanaqadir bolalar bilan ishlaganda shu sohada zo'r ketadi mana shu degan qanaqadir shu qaysidir bolalar bilan gaplashganimda shu narsa ajralib turadi-da. Nurmuhammadga ham aytdim, mana shu mana bola bilan mana bola oxirida qoladigan bola shu bo'lsa kerak dedim. Mana rostdan shu ikkita dona bola qolibdi-da endi. Saralanib, boyga narsalar, siz aytgan narsalar qanaqadir yo'q bo'lib qolganga o'xshaydi-da. Mana shu kuchli jamoa bilan birga harakatlanish yoki bir qanaqadir tez bo'lishga tezlashib ketdi-da endi hozir juda tez bo'lish xohlayapti, lekin o'sha aytganingizdek ozgina sabr qilib, kutilmasa, harakat qilib, bir sabr qilib o'tilmasa, u narsalarga erishib bo'lmaydi baribir. Birdaniga hech narsa chiqib qolmaydi, to'g'rimi? Demak, shu kungacha kelindi endi. Zo'r. Demak, boyga bergan savolimga 8 yil bo'ladimi, 10 yil bo'ladimi? Demak, to'xtab bitta o'ziga qarab olish kerak. Qani, men o'zi qayerdaman, nima kam ko'stim bor, nimani bilaman va nimani bilmayman. Xullas tan olish kerak. Tan olish. Bunda katta bilmasligini, qaysi bir narsalarni kerak bo'lsa bilmasligini tan olsa, shunda o'sadi. Bu juda muhim, hurmatli o'rtoqlar. Mana shu narsani ko'pincha ko'raman-da. Tan olmaslik bor, tan olmaslik. Xuddi siz aytganingizdek, qaysidir joyda kelgan boya aytdingiz-ku, taraf. O'shanda ham ya'ni ustozlar bizga o'rgatishgani har doim bilib olgan. Boya kim Muhammad bilan gaplashganimiz ham aytib berdim. Bilib olgan. Har doim
o'zingga qara, kimgadir qarama. Agardaki kimgadir qarab yo'lga chiqsang, u to'xtaganda sen ham to'xtaysan. O'shaning uchun kechagi Muhammad bilan bugungi Muhammadga qaralsa, o'shanda to'g'riroq bo'lar ekan deb shu ustozlar shunaqa o'rgatishgan. Hozirgi kunda o'shanda mana taraf-tarafli ham bo'lmaydi. Shunaqa. Saniki, maniki, bizning jamoa, uni jamoasi hamma o'ziga kechagi misol uchun Mirkomildan bugungi Mirkomilga qarasa, Xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Yosh bo'lganmiz endi u paytda. Qon qaynagan paytlar bo'lgan bilmayman. Hali aytdim-ku, o'shaning uchun hozir oldindan qarab kelsam, 1 yil oldin ham baribir xato kamchiliklar, hozir ham nimadirda xato qilayotgan bo'lishimiz mumkin-da, balkim qaysidir gaplarda xatolik qilayotgan bo'lishimiz mumkin-da. Shuni oxirgi 2 yilda tushundim. Tan olishdi. Zo'r anaqa bordi. Boya eslovdim. Bizani 3 oyda bitta 5 kunlik darsimiz bor. Muhammad tashkillashtirib anaqa qiladilar. O'sha darsga qatnashgan bolalarni hozir ko'ryapman-da, esimga tushyapti. Tan olish deganingizga dars 5 kunlik darsimizni o'tdik, boshqa qildik. Keyin oxirgi kuni men bolalardan so'rayapman. Birligi 10 yil ishlashgan, biriga 12 yil, 15 yil ishlashgan, 8 yil ishlashgan. Mana 5 kunlik darsimiz tugadi. Kimga qanchalik foyda bo'ldi deb so'rayapman. Zo'r bo'ldi, va shu zo'r bunaqa narsalar borligini o'ylamaymiz biz deb aytishyapti va so'rayapman. Nima to'sgan sizlarni mana shu ishinglarda rivojlanishinglar uchun mana hozir nechidir baravarga o'sish bo'ldi mana. Zo'r bo'ldi deb yozishyapti-da endi. Nima sizlarga xalaqit bergan desa, ustoz deyapti endi bilasiz, bolalar vodiyni bolalariga anaqa bo'ladi. Ustoz xafa bo'lish yo'qmi? Yo'q, xafa bo'lish yo'q. Sizlar bilan o'qib ukamiz biz ochuv bo'lmasak, ochuv suhbatlashmasak, kimga xato urayotgan, nima bo'layotgan bilmaymiz-ku. Ochuv ayturinglar, xafa bo'lish yo'q bu yerda. Sen ustoz shunaqa narsa bo'lardi o'zi boya aytayotganingiz. Hop, Habibulla Sultonov bo'lsa, nima bo'pti? Men ham Andijonda palonchiman-ku, derdim dotda. Nima bo'pti? Uni ikkita saloni bo'lsa, meni ham ikkita salonim bor. O'sha soch olish deb qarardik, o'zi asli rostdan ham muammo o'zi qaychida emas ekan. Dotda bu narsani 20 yil deganda shu ichimdagi narsa o'ylab bitta narsaga kelaverdi-da. Bu rivojlanishda muammo qaychini o'zida emas. Bu qaychini zo'rini sotavergan bilan, qaychini tinmay ishlaturgan bilan odam nechidir barobar o'sib ketmas ekanda. Chunki 13 yil davomida, ko'p aytaman, 13 yil davomida tinmay harakat qilganman. Dilmurod o'zingiz ham guvohsiz, tinmay harakat qilingan, lekin katta o'zgarish bo'lmagan. Mana o'zingiz ham guvohsiz, Azamat ham guvohlar. Shu payt 50 ming, 60 ming soch olinsa, Azamatga yoki 40 mingmidi? 50 ming bo'ldi desa, qanaqa bo'lib ketar, janjal bo'lardi. 10 mingga sal oshsa. Lekin o'sha muammo qaychida emasligini tushunib yetib, o'shalarning ustida ishlashni boshlaganimizdan keyin juda ko'p narsa mana hozir kelsa 5-10 baravargacha o'sganlarni ham mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz-da. O'shanga o'xshab tan olgan kundan o'zgarish boshlandi shu bolalar. Mana hozir oramizda o'tirib shu bolalar kerak bo'lsa jamoaviy kelib o'tirishibdi-da. O'sha o'zgarish boshlandi. Nimaga? Chunki tan oldi. O'zi asli u o'ylaganidek emasligini hamma narsa. Dilmurod, men o'zi alohida aniq qilmoqchi edim. Bu haqida savol bermoqchi edim. O'zingiz gap boshladingiz. Men o'zimda hech to'g'risi qiziqish bo'lmagan, eskitdan musobaqalashishga qiziqish bo'lmagan. Qanaqadir men ko'p aytaman, Dilmurod hech menda shunaqa kim bilandir shu musobaqa yoki qanaqadir katta jamoaviy narsalarda musobaqalarda hech menda qiziqish bo'lmagan. Bo'lmasa rasa taklif qilishardi-ku bularni. Kerak bo'lsa topshirib qo'yib ham chiqib ketgan joylarim bo'lgan-ku, birinchi marta boraman deb bormay qo'ygan joylar. Xuddi shu anaqada, ya'ni musobaqalarga chiqishda, konkurslarga chiqishda bu sohamizda qanchalik foydasi bor. Misol uchun mana bu yerda ham qancha masterlar o'tiribdi va bizani ko'ruvchilar bor. Aynan konkurslarda qatnashishi foydasi bormi o'zimizga, yo'q foydasi yo'qmi? Agar foydasi bo'lsa, qanaqa foydasi bor? Foydasi bo'lmasa, o'shalar haqida ozgina yoritsangiz zo'r bo'lardi. Avvalambor o'zi foydasi bo'lmasa, butun dunyoda bu narsa bo'lmaydi. Foydasi, конечно, bor. Faqat o'sha haligi odam qattaligini qaysi etap kelganini bilish kerak va
men uchun foydasi bormi yo'qmi, shuni bilish kerak. Men uchun lekin juda ham katta tramplin bo'lganman. Ko'p aytaman. Men uchun lekin katta tramplin bo'lgan. Birinchidan musobaqaga kirgunimcha fate, mate, kalta soch, umuman xabarim bo'lmaganda. Bir xil soch olish bo'lgan. Ha, o'sha qotib qolingan bir xil soch olish bo'lgan. Fate o'sha vaqtda kirayotgan vaqti bo'lgan. 17, 18, 19 da o'sha ommalashib, 19 da kerak bo'lgan o'sha masterlar uchun Fate. Shuni men o'sha bilganman. Musobaqada boshlangan Fate'ni tushunib va naqlish, o'rganish. Menda qanaqa bo'lgan? Endi musobaqani shunaqa plyus tomoni bor. Musobaqada aniq bitta yo'nalish bo'ladi. Masalan, Fate. Fate menga kerakmi yo'q? Savol berasiz. Kerak. Agar kerak bo'lsa, aynan o'sha Fate yo'nalishida nominatsiyasiga qo'shilasiz, masalan. Endi men Fate'ni bilmayman, Fate nominatsiyasiga qo'shildim. Musobaqa o'zi avgustda turgan bo'lsam, musobaqa noyabrda. Umuman Fate nimaligini bilmayman. Tushunchaga 2-3 oy ichida, даже 1 oyda tushunchaga ega bo'lib, o'sha qila olardim. Xato bor edi, lekin o'sha qila olganman. Salonda kimdir sochini o'sha Fate bemalol qilib beradigan uringa chiqqanman. Lekin kamchilik xatolarim bo'lardi. Va chempionatga borildi, lekin chempionatda Fate yo'nalishi bo'yicha o'rin olmadim. Birinchi o'rinni olmadim. Lekin 4-mi, 5-o'rinni oldim Fate bo'yicha. Lekin ishimda qisqa vaqt ichida o'sish bo'ldi. Nimaga? Chunki ma'lum bir vaqt belgilangan. O'sha vaqtgacha men sharmanda bo'lib qolishim kerak emas. Men nimadir natijaga erishishim kerak deysiz. Hamma ishlaringizni tashlab bo'lsa ham kuniga ustozingiz masalan aytadi 2 soat 3 soat shug'ullan deydi, 3-4 soat shug'ullan deydi. O'zingizning layoqatingizga qarab. Endi kimda qanaqa bilmadim, menda yangi narsani o'rganishlik ozgina qiyinroq. Haligacha ham bitta narsani tez o'zlashtirib yoradigan qobiliyat kuchli emas menda. Lekin ko'p qiynalib o'rganaman bitta narsani. Shunaqa bo'lgan. Lekin menga o'sha chempionat bo'lmaganda men Fate'ni 2020 ham 21 ham o'rganmagan bo'lardim-da. Ya'ni o'sha jarayon chempionatda o'rin olishlikdan ko'ra unga tayyorgarlik ko'rilgan jarayon o'stiradi masterni. Aynan o'sha narsa bo'yicha. Endi siz masalan Fate menga kerak emas desangiz, masalan, kerak emas qatnashish sizga masalan chempionatga. Endi klassikada agar kimdir o'stirmoqchi bo'lsa, o'zini urvinini, xatolarini bilyapti, kamchiligini, agarda klassika yo'nalishida qanaqadir chempionat bo'lsa, qatnashsa katta o'sish bo'ladi. 1 yilda erishadigan natijaga 2 oy chempionatdan 2 oy oldin harakat qilib erishadi. Sababi unda intizom shakllanadi. Buni qilmasa nima bo'lishligini biladi. Sharmanda bo'lishligi yoki o'rin olmasi shuncha harakat qilib shundoq tayyorgarlik ko'rish kerak imtihon anaqaga, chempionatga. O'sha jarayon o'stiradi, shuning uchun foydasi bor deb o'ylayman. Bu konkurslarga qatnashish foydali, ham o'zingizni o'stiradi, ham yana bitta hozir zo'r narsani aytib o'tib ketdingiz. Vaqt belgilash ham bitta narsaga, bir narsaga erishish uchun vaqtigacha belgilash bu juda zo'r natija olib kelar ekan. Zo'r anaqani aytdingiz-da. Demak, bitta narsani maqsad qilib qo'ydik va uni vaqtlarini ham belgilab qo'yish zo'r o'sishga olib kelar ekan. Menga yoshligimda o'sha ancha yil oldin ustozlarimiz bitta narsani o'rgatishganda, qanaqadir natijalarga, bir qanaqadir muvaffaqiyatlarga erishgan payt o'zingizlar ham bilsanglar, sal nimadirlarni his qilib qoladi odam. Shu boy aytganingizdek, nima qilibdi u palonchi bo'lsa, mana bu palonchiman u deydigan holatga kelib qoladi va o'sha holatda qaysidir narsalarni bilmasa ham, lekin uni o'rganish u uchun noqulay bir anaqani beradi. Xullas, o'sha paytda ustozimizning zo'r gaplari bor edi. Agar sen bugun o'zingni qattaligingni bilmoqchi bo'lsang, o'sha hamkasblaring to'planadigan joyga borsang, ana o'sha yerda sen qaysi tochkada turganingni o'sha yerda o'zing bilasan degan edi. Shu borgan paytingda qani qayerda turibsan sen? Sentrda turibsanmi, o'shani atrofingda bormi odamlar yoki chetida qolib ketyapsan? Ana o'sha haqiqiy seni joying bo'ladi. O'sha o'zingni qayerda turganingni bilmoqchi bo'lsang, o'sha hamkasblaring to'planadigan joylarga bir qatnashib qo'ygan, ana o'shanda bilasan o'zingni. Qaysi etapga kelganingni, qaysi urindaligingni deb o'rgatishgan edi. Demak, o'sha yerda o'zini ham qanaqa holatdaligini yaxshilab bilib olar ekan-da. Bitta joydan chiqmasdan ishni o'rgangandan keyin, конечно, odam
man eng zo'rlardan man deb bir anaqa kelib qoladi. Lekin bundoq qarasangiz, man eskidan bilganmiz, kerak bo'lsa o'sha paytda shunaqangi zo'r usta shu shogirdlikka kelgan bolalar shunaqangi zo'r soch olishardi. Eslaysizmi? Shunaqa zo'r usta bolalar bo'lardi. Shu rivojlanishmadi, o'sishmadi, qolib ketildi ko'plar. Lekin mana degan ustalardan ham kerak bo'lsa zo'r ustalar bor. Faqat ularni bitta joydan chiqmasdan ishlayverganingizni bilmaysiz. Lekin mana konkurslarda qatnashib, bir ko'rilsa, qayerda nima kam ko'stimiz bor bo'lsa, sekin to'g'rilashni boshlar ekanmiz. Yaxshi, zo'r. Hozirgi natija haqida gapirdik. Qaysidir daraja yoki muvaffaqiyat haqida gapirdik. Hozir o'shanga bitta zo'r savol kelib qoldi. O'zi aynan mana shu anaqaga siz o'zingiz ham so'radingiz-ku. Masjidga kimni mehmonga chaqirgan bo'lsak, mana Jonibekdan boshlab hamma qanaqa savollar bo'ladi, qanaqa bo'ladi, savollarni tashlab bering deb so'rashadi. Hech qanaqa ishoninglar, hech qanaqa tayyorgarlik ko'rmayman. Chunki Dilmurod bilan boshqa masterni farqi bor-da, hammani o'zi o'sha odam o'zidan yondashib savol-javob masjidda o'zida bo'ladi hamma narsa. Muvaffaqiyat deganda savolim, muvaffaqiyat deganda bugun mana Dilmurod boya zo'r anaqani aytdingiz-ku. Kechagi mana bugungi aqlim bilan do'stlar, mana aynan bugungi tajribangiz, bugungi aqlingiz bilan muvaffaqiyat deganda Dilmurod bugun nimani tushunadi? Muvaffaqiyat. Dilmurod uchun muvaffaqiyat o'zi nima? Nimada? Bitta bo'lmasa bir nechtadir, misol uchun. Chunki muvaffaqiyat hamma har xil tushunadi-da. Kimdir qanaqadir mol dunyoda, kimdir misol uchun bitta jentirogunigacha bo'ladi misol uchun-da. Yoki kimdir qayerdadir bir zo'r birinchi o'rinni olgungacha bo'ladi. Misol uchun kimdir yana bitta salon ochgungacha. Yani shunaqa ketaveradi. O'sha Dilmurod uchun muvaffaqiyat nima? Bugungi mana aqli, bugungi tajribasidan kelib chiqib hozirgi oxirgi 2 yildagi fikrlashim, o'ylashim bo'yicha oldin boshqacha tushunardim men ham o'sha nimadir, men o'ylardim qaysidir darajaga o'sha chempionatga chiqqanimda o'rin olganim muvaffaqiyat, yana nimadir. Hozirgi kunda yo'limni aniqlab olganim deb bilaman. Men o'sha alhamdulillah yo'limni aniqlab oldim bu sohada. Tashqaridan hamkasblarimizni ko'rayotgan mendagi qanaqadir muvaffaqiyat deb atalayotgan narsalar, bular hammasi ko'rinayotgan narsa-da, buni orqasida bular vaqtinchalik narsa-da. Xursand qiladi. Bu dunyo shunaqaki, mingta ketidan muvaffaqiyat ko'rsangiz ham baribir oddiylashib qolaveradi hamma narsa-da. Oddiylashib qolaveradi, oxiri yo'q bu narsani. Lekin men o'z yo'limni qayerga ketayotganimni aniqlab oldim. Alhamdulillah, shu sohada qayerga ketayotganimni aniqlab oldim o'zim uchun. Bu yo'lda endi nima desam bo'ladi, kichkina qilib kelayotgan ishlarim, to'g'ri, endi muvaffaqiyat bo'lishi mumkin hammasi. Men o'ylaymanki, qayerga ketayotganini bilishlik, nimaga yashayotganini bilishlik, shuni Alloh taolo o'sha narsani anglatib qo'yishlik ulardan ko'ra yaxshiroq. Chunki bu bilaman, hozir mana hozirgi holatim qachondir tugashini ham bilaman. Va oxiri baribir tugaydi bu narsa va qachon ertangi kunga 100% ishonch yo'q-da baribir. Demoqchiman. Shuning uchun ham o'sha oxirgi 1-2 yilda muvaffaqiyatda shu yaxshi emas yo'limni tanlayapman. Aniq katta bitta maqsad bor. O'sha qarab Alloh kuch-quvvat bersa, aqlimiz joyida bo'lib tursa, kuchimiz, energiyamiz joyida bo'lib tursa, o'sha qarab ketyapman. Shu muvaffaqiyatim bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'z bilan ham gaplashib turamiz ora-orada, jumalada. Ko'ramiz. Bugun Dilmurod kecha o'zi qaysi bir bitta kuchli jamoaga o'sha a'zosiga aylanishi orzusidan bugun o'zi bitta katta jamoa yaratganini ko'ramiz. Shu yaxshi usta bo'laman deb boshlab, bugun juda bir kuchli ustalardan tashkil topgan bir jamoani yaratdingiz. Mana o'z ko'rib turibmiz, alohida o'zingizni joylaringizni qildingiz. Alloh baraka bersin. Va bugun endi bu bilan birgalikda o'sha jamoangiz
hozir sizni atrofingizda to'planishgan bo'lsa, endi ularni o'zligi ham endi sekin siz bilan birgalikda aynan ta'limga o'tilyapti. Malades bolalar, omadinglarni bersin. Bu maktab yanada kattalashaversin. Buni etapma etap olib keldingiz, chunki aka men boraman degan paytdan aka men hali to'g'ri anaqa ham qila to'liq bitira olmadim ham dedingiz. O'sha bu etaplarga qaysi anaqalardan sabr qilib o'tib keldingiz? O'shalar haqida mana chunki juda ko'p ustalarni o'zimiz ukalarimizni bilamiz. Salon ochish ham ko'pchilikda orzusi bo'ladi, lekin bu bilan birga men doim o'zi o'sha shogirdlarimizga aytaman. Birinchi bab aniqlab olinglar. Sizlar salon boshqarish xohlaysizlarmi yo zo'r usta bo'lib o'sha mijozlarga xizmat qilish? Chunki ikkitasini vazifasi har xil-ku. Ikkitasini baravar olib borish ustozlar aytishadi. Ikkita sportda chempion bo'lmaydi deyshadi. O'sha narsani bir aniqlab olish kerak deb ko'p aytaman. Siz mashinga fikringizni bir bo'lishib o'tsangiz, mana zo'r usta bo'lib va hozir bugun kuchli jamoa bilan birgalikda harakat qilasiz. O'shani bosib o'tiladigan yo'li. Qaysi joyda sabr qilish kerak. Chunki men ko'raman, o'zini saloni ochgan bolalarni ko'raman, o'zining joyligi bor, u yerda boshqaruv bo'lyapti, hozir muammolar bo'layotganlar bor. Kamoliddin aka men o'tiribdilar. Nasimxon mana o'zini saloni bor bolalarni ko'raman-da. O'shalarga bir foydali bo'lardi bu savolni berdim-da. Endi bu o'zi men ham oxirgi 1 yilda bu narsani ustida katta o'ylab naqo'man. Birinchi navbatda o'zi to'g'ri aytdingiz. Ustozlik umuman boshqa narsa ekan. Salon umuman boshqa narsa. Salonni ochganimizga 2 yil bo'lgan bo'lsa, haqiqatda umuman boshqa narsa salon, boshqa tema. Soch olish umuman boshqa tema. Cho'lovini ideal holatda yaxshi olib ketish ham qiyinligini tushunaman, bilaman. Bu uchta hozir narsa bo'layotganini o'zimda iminni vaqtinchalik nagruzka bo'lyapti bu narsa. Bu narsalarni planim, endi niyatim bor. Egasiga topshirib shu qilish. O'sha salon ishi ham ochig'i oxirgi vaqt mana hali ijodda soch olishdagi ketayotgan ijodimda hali endi boshladim-da. Bunday olib qaraganda hali qo'ygan maqsadim bo'yicha ancha yana yo'lim bor. Shuning uchun shunaqa oxirgi payt aytganingizdek qiyin, o'ziga yarasha fokus bo'linar ekan. Lekin amallashga harakat qilyapmiz-ku, lekin baribir boshqa narsa. Biznesda, salon biznes ekanda. O'zingiz ham mana bilasiz, salon sistema kerak salonga, biznes. Endi masterlarni o'zi jamoa bilan ishlashlik, yoshlar hozirgi yangi avlodda o'zi boshqacha fikr uje. Hali o'zi endi joy kelsa shuni ham aytaman, o'zi anchadan bir masalan o'ylab yuribman. Hozir juda ham o'zbek segmenti, ya'ni o'zbek barberlari, O'zbekistondagi sartaroshlar shunaqangi bir anaqada turibmiz-ki. Mana endi tushuncham, fikr balkim noto'g'ridir. Men analiz qilyapman. Shunaqa holatda turibdi. Ustoz shogird an'anasi где-то bir 10 yillardan keyin bu ketishida nimadir qilinmasa, bu ketishida yo'q ketadi. Yo'q ketadi deganda qanaqa? Shogirdlaringlardan sizlar ustozlaringlarni hurmat qilgan hurmatni o'zi ko'rmaysizlar. Men nazarimda. Shunaqa sababi, bunga ham sabab o'zimiz. Ya'ni o'sha ustozlarda kimni shogirdi bo'lsa, o'sha o'zimiz aybdormiz deb bilaman-da bu narsaga. O'sha narsa to'g'irlanib, o'sha Michelin sartaroshlarning o'zi tushunchasi, ozgina bir-biriga bo'lgan hurmati, chestnilik, o'sha o'tdan betga sakramaslik, shunaqa narsalar to'g'ri bo'lishligi uchun o'zi tepadan o'zi ustozlarni o'zi bir-birini hurmat qilishni boshlash kerak-da. Shunda to'g'ri bo'ladi. Shunda bu salonda bo'layotgan muammolar menimcha to'g'ri bo'ladi. Ungacha siz men sistema qiling, o'zbek barberlarning o'sha Michelinasini o'rganib, ozgina naqib bo'ldim-da. Nimadirlarni hozir to'g'irlanmasa, ertaga salon biznesi zo'r bo'lib rivojlanib O'zbekistonda zo'r bo'lib ketishi qiyin. Chunki eski sistema bilan yangi
anaqani maktabni o'rtasida turilibdi-da hozir. Agar bir tomondan olib qaraganda katta o'sha masterlar mana fikr almashib, birlashib, bir-birini hurmat qilib, bitta aniq bir g'oya ustida birlashilmas ekan, salon biznesi ham уже qiyin holatga keladi ertaga. Demak, boyagi savolimdan birinchi aniq qolish kerak ekan. Aniq qolish kerak. Qiyin, to'g'ri. Men o'zim ham 20 yildan oshyapti. Aynan savol berganim bekorga emas. O'zimiz ham shu bosib o'tgan yo'lda salon bilan birgalikda ham ta'limni, ham mijozlar bilan ishlashni olib borish juda oson ish emas ekan. Ustozlarimiz endi tushunamiz. Ana aytadi, ota bo'lmaguncha otangni tushunmaysan deydi. Shunaqa. Endi tushunamiz. Endi demak, yo ta'lim, yo o'sha salonni boshqarish. Shunaqa. Okey. Endi men hozir siz bergan savoldan ozgina bu yoqqa o'tib ketib qoldim. Chunki hozir buni baribir tushuntirganim bilan, fikrimni bildirganim bilan prosta fikrligicha qoladi-da bu narsa. Lekin boshqa narsa. Lekin mana oramizda hammasini ichida aralashib yurganlarni ham ko'ryapman-da. O'shancha, "Voy, men emas, menmi" deb bitta fikrni to'g'rilab qo'yishga sabab bo'ladimi deb berdim-da bu savol. Shunaqa, lekin bittasini qilgan yaxshi degan qarorga kelyapman. Shunaqa o'zi fokus masalasida ko'p anaqa qilamiz-ku. Fokussiz o'yingizda masalan Ma'ruf bilan ham suhbatinglarda bo'ldi bu narsa, fokusni qanchalik muhim bitta tomonga qaratilinsa yaxshi bo'lishligi haqida. Prepodavatel bo'lib ustoz bo'lishlikni o'zi alohida ilmda. Uni yo sizda bo'lmasa qilmaganingiz yaxshi, yo xohlasangiz u sizda yo'q bo'lsa, demak unga o'zi bilimni oldin oshirish kerak va biron bir narsani, tushungan narsani o'rgatishni ham o'rganish kerak deb o'ylayman. Bu alohida mavzu. Salon alohida, soch olish umuman alohida narsa. Birlashilganda meni tushuncham bo'yicha fokus bo'lyapti. Shunaqa. Demak, uni uchtasidan qaysi biri muhimligini tanlab olishimiz kerak, menimcha. Keyin saloni borlar, menimcha salonni nimadir qilib, 50 nimadir shartnoma qilib turib, kimgadir topshirish kerak salon ishlarini menimcha, de egasi qilsin uni, u soch olsin. Yo ustozlikni, menda o'zi ustozlik qadriyatim uchun. Ustozlikda o'quv kursi to'g'risi katta foyda yo'q menda. Men o'zimda shunaqa bilmayman qolganlarda. Meni asosiy daromadim soch olishdi hozir. Salonda ham katta foyda yo'q menda. O'qituvchilikda ham katta foyda yo'q. Prosta o'qituvchilik qo'limdan kelayotgani uchun va bu meni qadriyatim bo'lgani uchun ba'zi holatda, ko'p holatda zarariga bo'lsa ham men qilib ketaveraman. Demak, kelajakda agar siz bo'lmasa ayta olsangiz, Dilmurodni qaysi anaqada ko'ramiz bu 3 ta yo'ldan? Aniq qilib olganman do'stlar, yo'limni aniq bo'lganman. Hozirgi qaysi kunda biridan ketasiz? Misol uchun qaysi birini tanlab, qaysi birini ushlaysiz kelajakda? Inshaalloh baribir lekin ustozlik bilan soch olishni ushlayman. Chunki o'zi nagruzka bo'lmayapti menga. Salon ozgina nagruzkalik qildi. To'xtatarman u balkim yoki bitta salon bilan cheklanarman u, lekin ustozlik bilan soch olish hozirgi fikrim bilan hali beri to'xtatish niyati yo'q. Chunki meni yo'limda soch olishda katta maqsad bor hali. Unga hali ancha masofa bor. Alloh yetkazganicha. Bu qadriyatim. O'rgatishligim qadriyatim. Ko'p holatda o'zi ishdan mana boya aytganingizdek boshqa ish qilaymikan deb o'ylab qolishga yoki mana shu ishlarni bekor qildimmi, masalan, ishxonalar qilasiz boshqasi, bekor qildimmi shu ishlarni, menga kerakmidi deyish uchun, shunaqa holatga tushish uchun o'zi aslida juda katta nagruzkadan kelgan shunaqa narsa keladi. Agardaki jamoa birgalashib harakatlansa, ustozga yordamchi bo'linsa, jamoa ham birga o'sha rahbarga yordamchi bo'lsa, bu jamoa hech bir joyda to'xtab qolmaydi. Boya ko'p esladingiz, o'sha Tamo salonini biza Azamat akam bilan bir haftalik oramizda vaqt bor. Shogird tushganmiz. Azamat akamdan bir hafta keyin tushganman. Boshqa salon edi o'zi. Keyin o'sha Tamo degan salonni keyin olganmiz. O'shanda o'sha ustozimiz maslahatlashganlar o'zi 4 kishimi bo'lganmiz-da.
4-5 kishimi deylik. Bo'lganmiz. O'shanda nima deysizlar, mana shunaqa joy ochsak o'zimiz. Undan oldin boshqa takliflar bo'lgan. O'shanda yo'q ustoz, keling, o'zimizni jamoamizni qilaylik. Kimdir jamoasiga qo'shilmaylik deb o'zimizni jamoamizni qilsak, biz ham qila olamiz bu 50 ta kreslo. Nima bo'pti deb shunaqa kelishganmiz-da. Ko'p mashina gap suhbatimiz har doim esimda turadi. O'shanda Akmal akam nima deysan, unda mana salonni olamizmi deganlarda, o'sha sal nariroqda, pastroqda joy bo'ladi, aynan o'sha tamoni joyi. O'sha yerda olib, esimda ta'mir ishlaridan boshlab o'sha yerda turganman endi o'zim. Remontidan boshlab, boshqa qilib ko'p vaqt o'tmagan, birdaniga o'sha juda bir nomi chiqqan, butun shaharning eng oldi o'ziga qaraydigan odamlar hammasi, mashhur odamlar deysizmi, juda kuchli biznesmenlar deysizmi, hammasi kelishib boshlagan. Ana o'shanda vaqt o'tib, bundoq ko'ryapman, Azamat akam mana eslarida bo'lsa, ko'p endi gaplashamiz-da. O'shanda nima bor ediki, bu jamoa bunaqa holatgacha ham keldi. Juda bir kuchli, kerak bo'lsa O'zbekiston emas, boshqa davlatlargacha taniydigan holatga. To'g'rimi? Shunaqa holatga chiqqanmi? Hammanglar bilasizlar, to'g'rimi? Bu salon haqida o'ziga yarasha nomi juda bir tanilgan salon bo'lgan o'sha paytda. Nima bo'lgan desak, bu yerda meni ham, Azamat akamni ham, Eldorni ham, Dilmurodni ham, Ma'rifni ham maqsadimiz birlashganda. Bizning salon eng zo'r salon bo'lishi, bizning ishxonamiz eng zo'ri bo'lishi va eng kuchli ustalar bizdan chiqsin. Zo'r shogirdlar bizdan va o'sha O'zbekistonning eng oldi odamlari faqat bizning ijozimiz bo'ladi hali. Deb bizdan maqsadlarimiz hammamizniki jamoaniki birlashgan. Ana o'shanda yongan. Bu bitta odamni kuchli bo'lgani u ko'p narsani hal qila olmaydi. O'shaning uchun shu narsalarni vaqt o'tib analiz qilganman. Men zo'r bo'lsa ham ana aytishadi. Husanxon domlamchi zo'r anaqalar bor. O'zi aslida o'sha Salohiddin Ayyubiyni bitta o'zlari bo'lmaganlar o'sha paytda. O'sha paytda shunaqa avlod yetishtirilgan. Salohiddin Ayyubiydan kuchliroq o'zi odamlar bo'lgan. Ular yuzaga chiqib qolganlar. Lekin u paytda yo'llarda atrofda turgan o'sha paytda avlodlari kuchli avlodlar bo'lgan. Deb o'shandan kelib chiqib, mana jamoani ham rahbarlar, o'rtoq rahbarlar, sizlar ham o'tiribsizlar mana shu yerda. Bitta o'zimiz emas, shu jamoaga ham bu narsalarni tushuntirishimiz kerak, to'g'rimi? Jamoa ham agar birlashib bizni, masalan, rahbarlarga yordamchi bo'lmasa, boya aytgandek, bugun o'zimiz o'sha rahbarlarga yordamchi bo'lmasak, misol ustozlarga bir hurmatda bo'lmasak, boshqa bo'lmasak, biz o'zimizdan keyingi shogirdlardan kerak bo'lsa, o'zimiz ham bir joy qilganmizda, ulardan ham bu narsani kutmaylik. Chunki o'zimiz joyiga qo'ymaganmiz, boshqalardan u narsani qaytishidan umid qilmaymiz. Oramizda shunaqangi ishlaydiganlar bor. Biz o'zimiz ham shunaqa ishlaganmiz. Ertalabdan kechgacha, ertalab oxirlikdan boshlab kechgacha ishlaydiganlar bormi? Ana dam olish kunsiz. Boya ham shu qaysidir shogirdlar bilan gaplashdik. Shunaqa holatda ishlaydiganlar bor. Aynan mana shunaqa holatlarda siz o'zingiz ham ishlaganmisiz, Dilmurod? Ertadan kechgacha oldinlari mana shunaqa fikr bo'lgan, ko'p ishlasak ko'p pul topamiz degan, ko'p klient sochini olsak ko'p pul topamiz degan fikrlar bo'lgan. Shunaqa. Bugun mana Dilmurodni ko'ramiz. Kerak bo'lsa o'zini sog'ligiga vaqt ajratyapti, sog'ligiga, sport tomonlama. Bugun odamlar bilan bo'lgan munosabatlariga vaqt ajratyapti, kerak bo'lsa hali u hamkasbi bilan, hali oilasi bilan, masalan, bugun ko'ryapmiz, u o'zini yaxshi ko'radigan, o'zini hobbilariga, dam olishlariga alohida vaqt ajratyapti, bunga pul sarflayapti. Bularni hammasini birdaniga bo'lib qolmadi. Shunaqa. Aynan bu narsalarni xohlaydigan menimcha ko'pchilik bor, to'g'rimi, shu sohada. Mana shunaqa holatda bugun ko'ryapmiz, ancha narsaga har bir, misol uchun, yaqinlarimiz bormi, hamkasblarimiz, oilamiz bor, har bir odam o'zini bir haqqini berilyapti. O'shanga
bunaqa holatlarga qanaqa qilib kelindi? Shu haqida bir ozgina ulashsangiz zo'r bo'lar. Chunki qaysidir boya aytdingiz, o'zini yaxshi ko'radigan, havas qiladigan, intiladigan bir ustalar bo'lishi kerak dedingiz-ku. Ustozlari bo'lishi kerak. Aynan bugun mana bu yerda men o'ylayman, ko'p ustalar Dilmurod bilan birga suhbat deganimizga sizni deb kelishgan ko'p ustalar. O'shanga bular ham shu Dilmurodda yashash tarzi, bugun qilayotgan ishlari qiziq bo'lgani uchun buni qanaqa qildi lekin degan savollarga bir javob bo'lamidi deymanda. Bu narsaga tez kelinmadi o'sha aytganingizdek. Tushunilgandan keyin ham keyin vaqtlar o'tib, keyin bu narsalar rejaga kirildi. Oldindan mana tushunardim-ku, dam olish kerak deb, lekin qilinmasdi. Rizq masalasini yechib olinmaganidan-da bu. O'sha dam olgan vaqtingizda mijozlar nuqul nimagadir shu dam olgan kuningiz mijozda telefon qilishni boshlaydi-da. Dam olsangiz, deydi. Keyin ishga chiqqingiz, bash klient ketdi hozir degan mana shunaqa o'ylaysiz. Keyin shunaqa bo'lardi-da. Shunaqa. Bir kun oldin ish bo'lmaydi. Lekin shu dam olgan kuningiz qilishni boshlashadi-da. Keyin chiqib qo'yasiz-da, bo'ldi, dam emas-da. U bitta klientga masalan, ikkita klientga chiqsangiz ham, bunaqa holatlar ko'p bo'lardi. Endi hammasi o'sha ilmsizlikdan bo'lib, shunaqa tushuncha, uzoq vaqt shunaqa tushunchada ishlab keldik. Keyin o'sha aniq maqsad bo'lgandan keyin qanaqa boriladi bu yerga hop degandan keyin o'sha maslahat so'rab, nima qilib mana shu darajaga erishdingizni men ham masalan so'raganman-da. Ko'p qarayapman, ko'p mana shu bizani ko'zimizda muvaffaqiyatli bo'lib ko'rinayotgan o'sha odamlarni ko'pi muvaffaqiyatga erishgan yoki bitta qanaqadir natijaga erishgan odamlarni ko'ryapman. Qarasam, shu hammasida aniq bitta tartib bor. Qaraysiz, tartib bor. Keyin u yoqda, bu yoqda o'qiyapsiz, masalan, qarasangiz, ko'p joyda bitta joydan chiqyapti hammaning anaqasi. Keyin o'sha lekin sport masalasida aynan kimda qanaqa ko'pchilikda o'zi shunaqa ekan. Sport o'sha vaqtdan boshlangan menda his qilganman bu narsani doimiy. Sport bo'lmasa ham badan tarbiyada bo'lishlik odamni energiya berishini. Doimiy o'sha Ixtiyor aka aytganlar, uni bo'ldi 4 ta hayot javqasi, shaxsiy rivojlanish, salomatlik, o'sha 4 ta javqa bo'yicha tushunib yetganimdan biri mana shu sportni tashiyman, o'sha energiya tushadi. Siz maqsad qo'ygansiz, u yoqqa borishingiz uchun sizga energiya kerak, sog'lom turmush tarzi kerak-da, baribir. Har kuni baribir ishlagan bilan o'zingizda ishlashlik uchun o'ylashga ham vaqt yo'q-da. Mijoz bilan, chunki siz mijozni sochinayotganingizda anaqalarni o'ylamaysiz-ku, kelajakda nima qilishlaringiz, mijozni tez chiroyli xizmat ko'rsatib, uni masalan pulni olib keyingi mijozga harakat qilasiz-da. Keyin bo'sh bo'lganingizdan keyin o'sha bo'sh holatda kelyapti qarasa fikr. Qarasa o'xshayapti. Dam olsam o'xshadi. Zalga chiqsam, zalga chiqib olguncha qiynalasiz-da. Zalni bitirib chiqsangiz bilmayman, ana juda ham katta ish qilgandek bo'lib qolasiz-da, o'zingizga ishonch ortadi. Energiya bilan keyin o'sha ishga boradi. Chunki siz ertalab turib nafsingizni yengingizda yoki o'sha chiqolmayotgan holatingizda ham chiqib yengvoz, sizda ishonch. Keyin tushunmanki, qarasam, nimadir qilmagan ishimmi yoki nimadir o'zimni ustimda ishlagan vaqtimda energiya olaman. Masalan, ko'p aytaman, masalan, shogirdlarga ham 7 kun ishlaysan deyman, xo'p. 7 kun ishlaysan, masalan, deyli o'sha ko'p ishlaydiganlarga aytaman-da, ko'pincha. 7 kun ishlaysiz, dam yo'q, masalan. Nechta klient olasiz, masalan? Bir haftada 70 ta, masalan, deydi. 70 ta mijozga qaytib kelishligi, doimiy sizga oldirishligi va sizni doim tanlashligi uchun unga yaxshi xizmat ko'rsatishingiz kerak-da. Siz charchoqda ekansiz, energiyada emas ekansiz, sizdan yaxshi energiya beruvchi boshqa masterda ertaga oldiradi u mijozda. Va siz bir kuningiz undan ko'ra o'sha bor o'zingizni rivojlantirishingizga,
energiyani yig'ib olishingizga ajrating bir kunda, qolgan 60 kunda doimiy kelsin u mijozlaringiz. Lekin rizqingizda kamayish bo'lmaydi. Hech qanaqa. Buni tushunganman masalan. Uni amalda qilganimdan keyin uje tushunishni boshlaganman. Keyin uje kalit odatlarni tushunishni boshlaganman. Oxirgi 4 yildan beri intizom ustida qattiq ishlayman. Hali bitta anaqaga yetib kelmadim. Keyin shuni tushundimki, men o'ylardim oldin hamma narsani rejaga qo'yib olsam, intizomlashtirib olsam, amallab qolsam bo'ldi, keyin rels o'ziga tushib ketadi deb o'ylardim. Unaqa bo'lmas ekan. Men oxirgi yarim yil, 1 yilda tushundimki, oxirgacha o'zingiz ustingizda ishlab, nafsingizga qarshi kurashib, intizomni ushlashingiz kerak ekan. Natijaga erishishingiz uchun. Bu narsalar juda muhim. O'qigandan keyin bildim bu narsani ham. Intizom ushlashlik, kalit odatlar dedim. Deyli haj qilish, umra qilish qancha pul ketadi, qancha vaqt to'g'ri. Masalan, qancha nima bo'lishini masalan borganlar biladi. Yaqinda ham men qo'yman, ana undoq tafakkur qilyapman. Hammada haj bilan umrani qilishni savobini olishlik anaqasi bor ekanda. O'sha dinimizda. Ertalab shu bomdodda o'qib, quyosh chiqqungacha o'tirib, kiraga quyosh chiqish namozini o'qilsa, aytilyapti, haj bilan umrani savobini olasan deyapti-da. Yana har kuni. Buni o'zi jarayoni, puli qancha deyapman-da. Mana shu kalit odat masalan. Deyli oila bilan bo'lishlik ham kalit odat o'zi aslida. Oila otani xursand qilish, onani xursand qilish, bolalarga vaqt ajratish, qolgan 6 kunga baraka beradi-da bu. Lekin uni qilmasangiz, o'ylaysizki siz ko'p pul topolman deb o'ylaysiz, lekin unaqa bo'lmaydi. Menimcha shuni o'zi yetarli deb o'ylayman. Ya'ni bitta so'z bilan aytganda, kalit odatni ushlagan yaxshi va unga qilinish kerak bo'lgan narsaga vaqt ajratish kerak. Rizq boshqa mijozdan kerak bo'lsa 4 ta mijozmi, 8 ta mijoz olmaysiz, 5 ta mijoz olasiz, o'shani puli bo'ladi. Bu narsalarni ham o'zini ustalaridan, o'zini anaqalaridan o'rgandim. Ya'ni menga bitta sartarosh ustozim o'rgatmadi buni. Aynan o'sha intizom bo'yicha kursda o'qiganimdan keyin tushundim. Shaxsiy rivojlanish bo'yicha kurs o'qigandan keyin tushundim. Ya'ni kalibrni kengaytirishimiz kerak o'sishlik uchun. Siz aytasizmi, faqat qaychida emas deysiz. Ya'ni o'sha rostdan ham faqat soch olishda emas, qolgan narsalarni biz rivojlantiramiz. Masalan, kalibr kengayib, masalan, Muhammad Fotih katta to'p yasab, hech kim buza olmagan devorni buzgan-ku. Maqsadi bo'lgan o'sha devorni nechidir baravar katta naqada buzganda to'pda. Yillar davomida buzilmagan devorni buzgan. Kalibr ham shunaqa narsa. Kichkina o'q qilmang, otganingiz bilan bir xil natija. O'sha ma'lum bir narsani teshadi. Siz kattaroq devorni buzishlik uchun kalibrni kengaytirishimiz kerak. Kalibr bu sartaroshchilikka qo'shimcha boshqa narsalar. Bilimli, ilmli, ustozlar. Endi ko'p emas, faqat bitta anaqani iltimos qilgan bo'lardim hammanglardan. Mana misol uchun hozir savol javobimiz bor, ozgina. Har bitta berilayotgan savol boshqalarga ham ichida o'ylantirayotgan savolga javob bo'lishi mumkin. O'shanga iloji boricha savolni ham ana saviyasiga qarab, aqlimiz yetgancha, aqlim yetmasa, aqlim yetmaydi deyman. Mani anaqa emas deyman. Masalan, iloji bo'lsa, bosib o'tgan yo'lim bo'yicha nimadir bo'lsa, bemalol. Iloji bo'lsa iltimos shu sohaga oid, aynan ishimizga oid savollar bo'lsa, kutamiz hammanglardan. Avvalambor assalomu alaykum. Ustozlar. Assalomu alaykum. Habibullo akam, Soldimurod akam o'zimning ustozim. Endi Habibullo akam ancha tayyorlab kelgan savollarni hammasini berib bo'ldi deyarli. Lekin bitta savolim qoldi Dilmurod akamga. Dilmurod Allayorov bo'lib, butun O'zbekistonga kerak bo'lsa, esinggi davlatlarga tanilishingizga faqat media bo'ldi deb o'ylaysizmi yo shuncha harakatlaringizda Dilmurod Allayorovni qanaqa qilib kuchaytirganingizni sabablari nimada? Zo'r savol bo'ldi. Yo'q, lekin bitta media bo'ldi deb o'ylamayman. Media o'sha vosita, bitta vosita. Menda o'zi shu media masalasida, shaxsiy brend masalasida ko'pchilikda anaqa tushuncha bor, ko'p fikrlarni ko'raman, noto'g'ri o'ylab qolishadi.
mani o'zimda nima bo'lgan, o'sha haligi aytganim egoni yengganim bo'lgan. Men mediani boshlaganimda shu 19-yil mediani boshlaganman. SMM bilan 20-yilda men SMMda pul berib SMM yuritardim-da. U paytda kam sonli masterli yuritardi SMM. Bor narsamni mediaga olib chiqqanman. Men hozir ko'raman ko'pchilikda mediada bitta chiqinladi. Media shunaqa narsaki, o'zi yulduzli kak anaqa-da. Bu ham bir san'atkorlar qanaqa mana ko'ramiz oldin. San'atkorlar bitta chiqardi, bitta ashulasi bang'illasa keyin yo'q qolardi. Shunaqa holatlarni boshqa bloger, boshqa anaqalarda ham kuzataman. Menda ham xuddi shunaqa holatlar bo'lgan. Mediada bitta tarafimni olib chiqqanimdan keyin u tarafni bo'ldi. Sizni ko'rdi, mediadagi sizni kuzatayotgan odam bo'ldi, u tarafingiz bilan tanishdi, sizni bildi. Ma'lum bir darajagacha u-da. Ma'lum bir darajagacha bo'lgandan keyin o'sha qarayapman, menga yana bilim kerak, yana doim o'zim ustimda ishlashim kerak. Va menga boshidan shaxsiy brendni o'rgatgan odamlar to'g'ri o'rgatgan ekan, o'sha Ixtiyor akalar. Bor narsani yolg'onsiz qilishing kerak. Ya'ni mediada mana bunaqa ko'rinib turib, orqada bunaqa bo'lish kerak emas, yolg'on aralashish kerak emas mediada. Imkon qadar o'sha narsani ushlashga harakat qilib, lekin bir 3-4 yil davomida sizlar ancha meni loyihalarimni ko'rmagan ko'pchilik. Umuman o'xshamagan, umuman rekam bo'lmagan, umuman ko'p narsalar bo'lganda, har bitta qilayotgan narsada natija bo'lgan. Bu hozirgi kundagidek natija bo'lmagan lekin. Parallel ravishda shaxsiy brendni yurg'izayotganda parallel ravishda o'sha o'zim ustimda ishlab, kamchiliklarni to'g'rilab, ustozlarni ko'paytirganim ham sabab bo'ldi deb o'ylayman. Lekin undan tashqari yana ko'p sabablar bor, lekin ko'p sabablarni qilar ekansiz-ku, o'zingizcha uni buni mayli ustozlarni ham ko'paytirib boshqa qilar ekansiz, lekin o'sha haligi kalit odatlarni topa olsangiz yaxshi bo'lar ekanda. Ba'zi narsalar shunaqa talchoq beradi, portlab o'sha yuqoriga chiqib ketib qolishingizga. Mediangizda ham, boshqada ham-da. Sabablar ko'p. Faqatgina media bilan menimcha media o'sha siz o'sayotgan narsangizni, sizda nimalar bo'layotganini faqat olib chiqaman deyman. Mana masalan o'sha 2-3 yil oldin ham birinchi o'sha boshida uni ko'rsatmas edim. Mediada meni hamma kuzatishi ko'proq prosmotr yig'ilish boshlagandan keyin o'sha fikrlar, ustozlarni ko'paytirganimdan keyin fikrlar sekin-sekin o'zgarish boshladi. Demak bu bir davrda. Mana shu davrda, mana shu meni hozir hamma kuzatib turgan davrda men to'g'ri narsani bera olishligim kerak odamlarga. Foydalanib qolish shu anaqa. Chunki ertaga men hozir yonib turilgan bo'lsa, ertaga nima bo'lishini bilmayman. Va mana shu holatimda men to'g'ri narsani berishim kerak. Menda o'zimda shogirdlar bor, men ularga o'zim aytayapman, o'zingizlar ustingizda ishlanglar, o'rganinglar deyapman-da, lekin men bundoq ketyapman-da, menga kelyapman-da, Habibullo akamda masalan bilim olishim kerakligini bilyapman. Yo'qdagi maqsadimga borish uchun. Lekin ichingizda deysiz-da, to'xta deysiz. Masalan, qanaqa bo'ladi? Men o'sha ko'pchilik mana shu mediada ko'ryapman, mana shunaqa holat bor. Ya'ni masalan, deylu misol qilib aytayapman Habibullo akam. Habibullo akamda masalan bitta ish bor, men uni o'rganishim kerak. Lekin media jihatdan menda prosmotr ko'proq, mendan anaqa urviy mashhurroqman. Men keyingi maqsadimga borishim uchun bulardan olishim kerakligini bilyapman ichimda, lekin uni yenga olmayapman. Mana shu narsalarni o'sha yengishni boshladim. Chunki buni yengmasam dalshi men o'sha keyingi etapga o'ta olmasligimni tushundim. Keyin bilim olganimni ko'rsatishni boshladim. Aytasizda, oxirgi 1 yilda to'g'risi o'zi bir so'z bilan aytganda nafs bilan ishlashni ham ko'proq qo'yman-da. Ichingiz aytadi deb baribir mana shu narsa. Va buni shuni bilinglar, nafsiylarni teskarisini qilinglar bo'ldi, yutasizlar har doim. Nafs aytayotgan narsani teskarisini qilaveringlar. Joyida xunu o'zingizga anaqa ko'rinishi mumkin, lekin yutib ketaverasiz. Va dalshi bu narsani ko'rsatishni boshladim. Ko'pchilik masalan hayron qolishni boshladi boshida. Shogirdlarim dalshi yana ishlashni boshladi o'zini ustida. Anaqani bilib oldim, qoidani qarasam, yaxshi. Ketyapti, ishlayapti. Ishlardim, keyin qo'shimcha yana boshqa sabablar bor. Masalan, oddiy bitta sabab
o'rtada bitta katta uzilish bo'ldi mediada. O'ziga yarasha sababli oilaviy muammo o'ziga yarasha anaqalardan kelib chiqib 6 oy, 7 oycha o'sha orqaga ketish bo'ldi mediada. Depressiyaga o'xshagan narsa bu hamda. Chunki like, prosmotr, olqishlar, ular odamga nafsiga qanaqadir ma'noda yoqadi-da. O'sha narsa birdan uzilsa, siz o'zingiz ishlamasangiz, keyin depressiyaga tushish boshlaysiz-da. Shunaqa holat bo'ldi menda hamda. Keyin ko'p izlandim, yo'nalishimni boshqacha qilishim kerak, boshqa oldindan harakat qilyapman, boshqa qilyapman. Moment bo'lib qoldi, foydalanib qoldik akam bilan. Oilaviy shu ota-onam hajiga anaqa ochilib qoldi, borsa bo'ladigan holat bo'lib qoldi-da endi. Akam bilan kelishib, amallab qildik. Bildimki, o'tda boshqa narsa ham bor-da. Onamlarni so'rayapman. Mashnaqa bor ekan, o'g'lim dedilar-da. Borgingiz kelyaptimi? Borarmidingiz? dedim. Borardim dedilar. Pul tapir akam bilan maslahatlashdik, bo'lib ketib qoldi. Lekin qiyin bo'ldi. Uni moliyaviy tomondan boshqa amalladik, boshqa qildik. Keyin orada bir o'zim ham ko'rgani borib keldim. Oldinligida hajdan oldin. U yoqdaligimda ota-onam endi bilmam, o'sha vaqtda balkim eng xohlagan narsalaridir. Onam bilan xursand bo'lgandirlar balkim otam, onamda. Balkim duo qilishligini so'radim o'tda-da. Birinchi nerealniy prosmotr o'sha qo'ydim anaqani. Umrdaligimda SMMchikim qo'ydi videoni. Kesam millionda, cho'p kesam уже million, уже portlab ketgan. O'sha imенно o'sha yo'nalish, yangi men qilgan yo'nalish boshqa. Уже sezdim-da o'sha narsani. Kalit narsaga tushib qolganimni sezdim. Ya'ni shuncha yil harakat qilindi, boshqalar bo'yotdi-da, prosta kutmagan holatda shundoq bo'yotgan ishda juda ham katta o'zgarishlar bo'lib ketdi. Ya'ni sabablar ko'p demoqchiman. Bitta o'sha mediani o'zini rivojlanishiga ham boshqa sabablar bor, bir-biriga bog'liq-da. Ko'pchilik faqat shaxsiy brend mediada deb o'ylaydi. Menimcha unda emas deb o'ylayman. Demak, bu yerda savolingizga javob ola olasiz, xudo xolisa. Demak, birinchi o'rinda Dilmurod hozir zo'r bitta narsa aytdi. Mediada ham o'zi asli qanaqa bo'lsa shuni olib chiqish. Ikkinchisi faqat mashi zo'r bo'lsa zo'r bo'ladi o'ylab qolish kerak emas. Bu yoq boshqa sabablar o'sha narsalarni ham birgalikda olib borish. Endi misol uchun million prosmotr mashhur odamlarni ham kelsa holati zo'r holatda bo'lmaydi-da. O'shaning uchun bu yoq sabablarni ham qattiq ushalsa o'zi media ham, ish ham, baraka ham hammasi zo'r bo'lib ketadi. Men shunaqa. Ko'pchilik sartarosh bo'la oladi, lekin yaxshi sartarosh bo'la olmasligi mumkin hamma. Yaxshi sartarosh bo'lishligi uchun o'zini omillari bor deb o'ylayman. Birinchi o'rinda qiziqish kerak va farosat kerak. Farosat bo'lmasa, shu oxir paytcha umuman farosat bo'lmasa, yo uni farosatni kuchaytirish kerak, yo farosati yo'qmi, undan yaxshi sartarosh chiqmaydi. Keyin sartarosh deganda hozirgi kunda уже umuman boshqa. Agarda sartarosh ishini yaxshi ko'rsa, to'g'ri o'zini yo'nalishini tanlagan bo'lsa, Mirabo'y anaqada ham endi statistikalarni ko'rganimda yaxshi ishlardan bittasida, chunki zerikarli emas, qiziqarli ish. Har tomonlama sartaroshlik deganda bir qiziqarli jarayon. Ya'ni siz har xil insonlar bilan ishlaysiz, har xil odamlarning sochini olasiz. Kimdirlar masalan pul berib yoki vaqtini o'chirtini ololmay kirolmayotgan insonlar siz oldingizga kelishi mumkin masalan. Bular katta yutuqlar aslida. Endi hammani o'zini qarashiga bog'liq, lekin hozirgi kunda menga juda ham bir qiziqarli ish deb ayta olaman. Qiziqarli, interesniy и to'g'ri ustoz tanlanib, to'g'ri qilinsa shu. Unaqa fikrda emasman, lekin oddiy oq xalat. Endi u yoshlikdagi anaqada, u вообще hatto tushunchalar bo'lgan. Demak, sartaroshlikdan ham
yaxshi daromad, yaxshi holat, yaxshi mavqega erishsa bo'lyapti, mashhurlikga erishsa bo'lyapti. Teng bo'lib hozirgi zamonda ko'p sohalar yovib ketayotgan bir paytda menimcha yaxshi ishlardan bittasi bizning soha. Yillar o'tyapti, siz hali ham o'sha bir xil ishlash uslub va o'sha daromad bilan ishlayapsiz. Yetmaganiga mijozlar bilan ham ishlash oldingidan ham qiyinlashib ketayotgandek. Atrofingizdagi yosh sartaroshlar yangicha uslub, yangicha harakatlar bilan sizdan o'zib ketayotgandek. Tanish holati. Keling, 20-dan 24-aprelgacha o'zingizga atigi 5 kungina vaqt ajrating. Men sizlarni juda ko'plab hamkasblarimizni ishidagi, yashash tarzidagi, daromadidagi juda katta o'zgarishlariga sababchi bo'lgan 5 kunlik maxsus darsligimizga hammalarni taklif qilaman. Darsimizda ko'rishguncha